Assalomu alaykum. Hammamiz bilgan julen somsani yana bir bor tayyorladim. Nachinkalari judayam mazali chiqqani uchun retseptini sizlarga ham ilindim. Kanalimga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib kuzatishda davom etamiz. Birinchi bo'lib nachinkasini tayyorlaymiz. Bizga nachinkasi uchun 2 dona piyoz, qo'ziqorin hamda tovuq go'shti kerak bo'ladi. Hamma mahsulotlarni mayda kubik qilib to'g'rab olamiz. Manda bu yoqda 300 gramm qo'ziqorin. Hamma mahsulotlarni grammajlarini videoni oxirida yozib qo'yaman. Описаниеga kirib ko'rishingiz ham mumkin. 2 dona piyozni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Tovuq filesi kerak bo'ladi. 800 gramm tovuq go'shtini mayda kubik qilib to'g'rab olamiz. Hamma mahsulotlarni to'g'rab olganimizdan keyin qovurishni boshlaymiz. Tovaga yog' quydim. 150 ml yog' quyib, qiziganidan keyin piyozni solib qovurishni boshlaymiz. Shunaqa oltin rang tusga kirganidan keyin tovuq go'shtini ham solib qovurishni davom ettiramiz. Yigirmata julen somsalar uchun qancha mahsulotlarni ishlatganimni videoni oxirida aytib o'taman. Tovuq go'shtini ham yaxshilab 7-8 minut davomida baland olovda qovuramiz. Shampinyonlarni ham solib, yana 5-6 minut suvlari qochguncha aralashtirib qovurib olamiz. Yaxshilab qovurilib, suvlari kamayganidan keyin tuz solamiz, tabga qarab. Men 1 choy qoshiq tuz soldim, 1 choy qoshiq qora murch solib, yana bir bor aralashtirib olib, slivka qo'yamiz. Men slivka quydim. Qaymoq ishlatsak ham bo'ladi. Foizi balandroq qaymoqdan ishlatsangiz, nachinkasi juda ham mazali chiqadi. Endi qopqog'ini yopib 15 minutga dimlab qo'yamiz. 15 minutdan keyin nachinkamiz tayyor bo'ladi. Xamiri uchun Napoleon xamiridan foydalanamiz. Xamirni 2 ga bo'lib, o'rtasidan yana bo'laklarga bo'lib olamiz. Kesib olgan shu to'rtburchak kichkina bo'lakchamizni uzunchoq shaklda yoyib olamiz. Juda qalin ham bo'lib ketmasin, yupqa ham qilib o'rtasidan 2 ga bo'lib qoliplarimizga joylashtirib olamiz. Agar shunaqa tayyor qolipingiz bo'lmasa,
folga yordamida qolip yasab olishingizga ham bo'ladi. Chetlarini yaxshilab yopishtiramiz, bo'lmasam pishish jarayonida xamir chetlari ochilib ketadi. Tegi qismini ham xuddi shunaqa qilib bir-biriga xamirni tortib yopishtiramiz. Tegi qalin bo'lib qolmasligi uchun shunaqa xamirni tortib yopishtirib olamiz. Bu orada gaz duxovkamizni yoqib, qizdirib qo'yamiz. Duxovkamiz qizib tursa, somsalarimiz xamiri chiroyli pishadi. Listga pergament qog'oz solib, xamirlarimiz chetiga tuxum sarig'idan surib, sedana sepib, listga terib olamiz. Tuxum sarig'ini surganda ahamiyatliroq bo'lasiz, chunki agar tuxum sarig'i qolipga tegsa yoki agar folgadan foydalansangiz, folgaga tegib ketsa, qolipni xamirdan ajratish qiyin bo'ladi. Listga terganimizda oralarini ochiq qoldiramiz, chunki hozir pishish paytida bu ishadi. Shuni hisobiga oralaridan joy qoldirib terib olamiz. Somsa xamirlarimiz pishib chiqdi. O'zingiz xohishingizga qarab qizartiribroq yoki ochiqroq rangda qilib pishirib olasiz. Qoliplardan bemalol oson ajraladi. Pishirish jarayonini ham aytib o'taman. Qizigan gaz duxovkasida 180 gradusda 25-30 minut davomida pishirib olamiz. Bu orada nachinkasi ham tayyor bo'ldi. Endi savatchalarimizga bir osh qoshiqdan to'ldirib, nachinkadan sovolamiz. Ustiga eriydigan sirdan kamroqdan qo'yib chiqamiz. Duxovkaga yana 10 minutga yuboramiz. Ustidagi sirlari erishi uchun. Manda hammasi bo'lib 20 ta julien somsalarimiz uchun 800 gram tovuq filesi, 2 dona piyoz hamda 300 gram shampinyon qo'ziqorini sarflandi. Albatta shu retseptim asosida tayyorlab ko'ring. Juda ham mazali, xamirlari og'izda eriydigan, nachinkalari sochni somsalar chiqdi. Hozir video davomida oralarini ham bo'lib ko'rsataman. Xuddi shu retseptim asosida zakazlarga tayyorlashingizga ham bo'ladi. Sizni uyaltirib qo'ymaydigan retseptlarimdan biri. Ustini o'zingiz xohishingizga qarab bezatib olasiz. Men cheri pomidorni ikkiga bo'lib, ustilarini bezatib, ko'katlar bilan ham bezatib oldim. Bugungi videoim sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Telegram kanalimga ham ulaning, silkasini shu videoni oxirida opisaniyada yozib qoldiraman. Retseptni do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang. Siz uchun eng ishonchli, eng original videolarni joylab boraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.